15-sentyabrdan Samarqandda shaxmat bo'yicha Butunjahon olimpiadasi start oladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, jurnalistlar, shaxmat fidoyilari. Terma jamoani birinchi raqamli tarkibida Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubboyev, Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov va shuningdek yangi ishtirokchi Muqaddam Madaniyev ishtirok etgan. Ayollar tarkibida esa Afruza Hamdamova, Umida Omonova, Gulruhbegim Tohirjonova, Guldona Karimova hamda Nilufar Imomqo'ziyevalar asosiy tarkibdan joy olishgan. Musobaqaning ochilish marosimi esa O'zbekiston maydonida bo'lib o'tadi.